savol. Pavlonia qanaqa daraxt? Pavlonia dunyodagi eng tez o'sadigan daraxt turlariga kiradi. Juda ham yaxshi sharoitda. 5 yil ichida maksimum 20-25 metrgacha o'sa oladigan daraxt hisoblanadi. Diametri esa 25-30 santimetrgacha bo'ladi. Pavlonia daraxti ekilgandan keyin bir marta kesilgandan keyin boshqa yangi Pavlonia daraxti ekish shart emas, chunki uning joyidan yana o'sib chiqaveradi. Bu deganida siz har 5-6 yil davomida yana va yana kesib olaverasiz. Ya'ni bir tup Pavlonia ekib siz 50-60 yil davomida Pavlonia daraxtini kesib olaverasiz. Aziz obunachilar, mingta qalamchamiz mana shunday bir xalta bo'lyapti. Mana shunday katta baquvvat qalamchalarimizdan zakaz qabul qilamiz. Kimga mana shu qalamchalardan kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Navi M1 Shantung va FT ham bor.